Bu Tesla'ning oldida mana bu yerda yana bir Tesla'miz bor edi. Biz uni qilishni boshladik. Uni videosini ertaga qo'yamiz. Bizda hozir Kia Bongo. Akkumulyatorgacha qo'ydik, yangi ballonlar yedirilmagan. Bu ballonlarning ichlari ham top-toza holatda. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi bor, qo'yib qo'yaman. Mashina cho'tga holatda. Bugun tayyor bo'ldi. O'zimiz test qilmadik va bozorga hali chiqmadi. Polirovka qilingan holati. Mashinamizda kraskasi bor. Mana shu yerida 2021-yil chiqarilgan 30.000 probeg, 229 km yuryapti. To'liq holat emas zaryadini. Bizda test qilayotgan mashinamiz bor. Porter. Bu mashinamiz 2022-yil bo'lishi kerak va yurgani qancha ekan? 13.000 yurgan ekan, 281 km to'ldi. Hozir biz buni Farg'onaga sinagani ketyapmiz. Va bizda bozorga chiqishga tayyor mashinamiz shu. Tezroq ulgib qolinglar, mashinamiz sotilib ketadi. Chunki polislarimiz ham sotildi.